Toshkentning tarixiy, ma'naviy, madaniy qiyofasini ochib berishda muzeylarning o'rni juda ham beqiyos hisoblanadi. Shu jumladan men faoliyat olib borayotgan Qashqadaryo viloyati tarix va madaniyat davlat muzeyi ham bundan mustasno emas. Qashqadaryo viloyati tarix va madaniyat davlat muzeyi 1975-yilda ochilgan bo'lib, dastavval Qarshi shahrining Eski shahar qismidagi Xo'ja Abdulazizxon madrasasida faoliyat olib borgan. Vazirlar Mahkamasining 452-sonli qaroriga muvofiq Qarshi shahrining 2700 yilligini nishonlash bo'yicha qarorga muvofiq bu Alisher Navoiy nomidagi istirohat va madaniyat bog'idagi yangi binoda o'z faoliyatini olib kelmoqda. Hozirgi kunda muzeyda 3 ta bo'lim, ya'ni bular tarix, xalq amaliy san'ati va ilmiy ma'naviy bo'limda faoliyat olib kelmoqda. Hozirgi kunda muzey fondida 40 mingga yaqin eksponatlar saqlanmoqda. Ushbu eksponatlar asosan viloyatimiz va Qarshi shahrining tarixi, madaniyati, etnografiyasi, antropologiyada turli xil osor otiqalar bilan bir qatorda noyob va nodir eksponatlar ham saqlanib kelmoqda. Masalan, e'tiboringizni mana bu eksponatga qaratishingizni so'rab qolgan holda tushuntirib o'tishim mumkinki, bu eksponat qabr toshi hisoblanadi, ya'ni muzeyimizning noyob eksponatlaridan biri hisoblanadi. Ushbu eksponat 14-asrga oidligi aniqlangan va Qarshi tumanidagi Ko'chartepa manzilgohidan, ba'zi manbalarda esa Guliston tepa nomi bilan ham yuritiladi. O'sha yerdan topilgan eksponat hisoblanadi. Bu asosan qabr toshi hisoblanib, erta vafot etgan qizning qabriga qo'yilgandir. Ya'ni bunda marsiya bitilgan, ya'ni vafot etgan kishining xotirasiga bag'ishlab yoziladigan she'riy yoki turli xil nasriy shakldagi matn hisoblanadi. Bu asosan fors tilida bitilganligi aniqlangan va 1963-yilda o'sha forsshunos olim Ardens tomonidan o'qilib va tarjima qilingan. Unda ushbu so'zlar bitilgan, ya'ni qizning o'sha yoshligini ta'riflagan holatlarda va ba'zida o'sha qizning umri bahor singari ekanligi va erta kelgan xazonga aylantirganligi umrini shu kabi jumlalar bitilgan. Yana shuni aytib o'tishimiz mumkinki, ushbu eksponat 14-asrga oid bo'lgan bir qatorda undagi turli xil naqshlar va toshga ishlov berishlar o'sha davrda Ko'chartepa va shu Nasab Naqshlar hududida ham sangtaroshlar yoki shoirlar, me'morlar, haykaltaroshlar borligini va ular tomonidan ham nodir ashyolar va osor atiqalar yaratilganligini isbotlab turibdi.